Varikoz tufayli hayotdan ko'z yumish mumkinmi? Varikozni o'zi o'limga olib keladigan kasallik emas, lekin uni e'tiborsiz qoldirsa, xavf tug'dirishi mumkin. Varikoz chuqur venalar tromboziga olib kelib, mana chuqur venalar trombozi esa o'pka arteriyasini trombozi bilan hayotga xavf solishi mumkin. Varikozni davolashdan hayotdan ko'z yumish mumkinmi? Oldin varikozni operatsiyalarida narkoz tufayli yoki operatsiyani o'zi og'ir kechganligi uchun hayotdan ko'z yumish holatlari uchragan. Bugungi kunda zamonaviy usullar juda ham tez, xavfsiz va kam shikastlovchi usullar bo'lganligi uchun bu holat deyarli nolga teng. Varikozni davolamaslik uni davolashdan ko'ra xavfliroqdir. Eng muhimi davolashni cho'zmasdan o'z vaqtida mutaxassisga murojaat qilish. Muolaja mahalliy anesteziya orqali o'tkaziladi, xuddi stomatolog ukollar qilgani sari. Shunchalik yengil o'tadiki, statsionarda yotish shart emas. Muolajadan keyin bir necha soat yurib, keyin uyga ketsa bo'laveradi.